Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, qadrli obunachilar. Xo'p, uzoq-yoqdan kuzatayotgan aka-ukalar, opa-singillar, hammalarga mana bu ishimizni, navbatdagi ishimizni chiroyli qilib mijozimiz uyiga o'rnatib berdik. Bu ishimizni Samarqand viloyati Oqqo'rg'onga qo'yib berganmiz. Dilmorjon akamiz xonadoniga. Ular bizni azaldan kuzatib borishgan, obunachimiz bo'lishgan va like'larni ham albatta bosib turishgan. Va nihoyat akamizni uyiga qo'yib berdik. Dilmorjon aka, assalomu alaykum. Xo'p, mebel haqida aka kuzatib turgan obunachilarimizga bir qator o'zingiz fikringizni qanday holatda takror qilganmiz, qanaqa bo'ldi aka? Aytilgan narsalar kelganmi? Shu haqida ikki og'iz gapirib bersangiz, keyin biz mebelni obzor qilamiz aka. Assalomu alaykum akalar. Shu qo'llarningiz dard qo'ymasin, shu bizlar avvaldan shu YouTube kanaliga kirib, oshxona mebellari nimalarni kuzatib, sizni ishlaringiz yoqib qolib, sizlarga obuna bo'lib, sizlarga bir zakaz qilaylik. Haqiqatan aytgan narsamizni olib kelib berdilaringiz. Rahmat, qo'llarningiz. Bizga yoqdimi aka? Aytilgan narsa bo'ldimi? Hamma narsasi aytgan joyida kutgandan ham yaxshi. Ustanovka jarayoni, o'rnatish jarayoni qanaqa bo'ldi aka? Ustanovka jarayonida ham o'zim shu yerda o'tirib turdim, hammasi kuzatib yaxshi. Ko'lingiz to'ldimi aka ishimizdan? Xudo xolasa bu ishimizni akamiz uzoq yillar xizmat qilsin, duo qilib ishlab yurishlarini nasib qilsin. Demak, ishda biz obzor qilishni boshlaymiz. İşimizi uzunligi 395 joyga, o'zi ofis 398 bo'lgan, ikki yondan zazor tashlaymiz obязательно. 395 ga razmer olganmiz. Narxini oxirida aytamiz. Kimga qiziq bo'lsa, kuzatishda davom etinglar. Xo'p, balandligiga keladigan bo'lsak, balandligi hozir buni 256, 280 bo'lgan. Hop, past qismi 86, o'rta qismi 60, mana bu joyi 84, tepa qismi 40 sm ni tashkil qiladi. Past qismidan keladigan bo'lsak, bu yerda o'sha kelgan vaqtimizda kafellarini bosib tayyor qilib qo'yishgan uy egalari. Mana bunday qilib bezruchka variantda qilganmiz. Taylariga o'sha noshkalarni qo'yganmiz, klips noshkalar bilan qatilgan turetskiy. Petlarimiz o'sha turetskiy offside firmaniki har doimgidek. Xo'p, endi nimadan bo'lgan? Kashtandan bo'lgan ultra dekordi mahsuloti. Yopilishlariga e'tibor berasizlar. Bu yerga gazini o'rnatib qo'ydik. Mana bu yerga tortmalarni qo'yganmiz har doimgidek. Ochasiz, ichidan qoshiq soladigani отдельный chiqadi. Mana qoshiq soladiganlari ham turetskiy, oddiy emas, Xitoyniki emas, Turkiyaniki. Yana yopasiz, o'ziga tortib oladi do'stlar. Mana bu ham xuddi shunday. Tay qismiga esa mana bunday qilib qozon tovoqlariga bemalol og'ir yuklarni ko'tarsa bo'laveradi. O'sha har doimgidek skrytniy mexanizmlarda taylari ham o'zini materialdan qilib berganmiz. Mana 5 sm da o'zi tortib oladi. Xo'p, moykani tagi har doimgidek ochiq qoladi. Sababi ichkaridan bemalol o'rnatish uchun chiroyli qilib qo'yib qo'yganmiz. Moykalarni albatta germetikaladik. Ko'p joyda biz o'zi suvlargacha ulab beramiz do'stlar. Akamiz hozir suvlarini tushirmagani uchun bu yog'ini tayyor qilib qo'yib, faqat suvga ulasa bo'ldi. Bu yerda dozatori bor. Palaman smesitlni ham original qo'yilgan bu safar. Ikki xil funksiyada, uchinchisi napor bilan tushiradi. Mana bu yerda setkalari, chuqurligi 23 sm, yoniga 60, bu yoqiga 45 ligidan qo'yib berganmiz. Materiali zanglamaydigan yaxshi materialdan bo'lgan. Bu yerga dozatorlari bor. Mana ochasiz, buni ko'tarib 300 gram dozator ketadi. Gelni qo'yib turib, ezasiz bir xilda ekonomik variantda ishlab beradi. Xo'p, bu yerlarga katta qilib kameralarni joylab berganmiz. 100% PVH kromkada, o'sha yangi stanovlarda bosilgan. Bu yerlarni bosasiz, mana pushda ham o'rnatilgan holatlarni ko'rasizlar. Yuz qismi bilan bir xilda bo'lgan. Kamerani 3 kamerali qilganmiz, ikkita polka qo'yganmiz. Buni ham bosganda bemalol ochiladi. Mana bunday qilib qo'yib olasiz. Mana yopilish jarayonini ko'rasizlar. Chotki mana. Borgandan keyin bunday qilib bosib qo'yiladi. Bu yerga har doimgidek biz kuzatayotganlar biladi. Sushilkalarni qo'yib berganmiz. Sushilkalarimiz nechebeki zanglamaydigan materialdan bo'lgan. Idish tovoqni yuvib, mana shu yerga bemalol joylashtirsangiz bo'ladi. Yo bu tomonda emas, u tomonda emas, har doim bilsanglar bitta joyga qo'yib ketaman. Shu uy egasiga komfort yaratish maqsadida. Eshiklarimiz juda yengil ochib yopiladi, komfort. Mana bu yerga kattaroq qilib, mana bunday qilib qo'yib berganmiz. Yoniga 50 sm lik tushgan. Har doimgidek o'sha offside firmani mahsulotlari. Bu yerga o'sha vitishkasini joylaydi, vitishkasini
qo'ygandan keyin tepadan bemalol ishlash uchun mana bunday qilib eshiklar bilan yopib berganmiz. Чтобы tepada bitishgani tepa qismi ko'rinib turmasligi uchun. Bu tomoniga ham o'sha joylab berdik. Bu yerdan rozetka chiqarib ekan akamiz kelajakda duv kontur qo'ymoqchi shuning ichiga. O'shani hisobiga ko'ryapsizlar, akkuratni qilib rozetkasini ham shu yerga joylab berganmiz do'stlar. Xo'p, tepa qismi antresoliga hozir bo'yimiz yetmaydi. Bularga ham har bittasiga o'sha pushdan qo'yib chiqqanmiz mexanizmidan. Mana bu yerini ham chiroyli qilib qo'yib berganmiz. Mana nasoslari bilan tepada ham har bitta eshigimizda ikkitadan nasos qo'yganmiz. Turetskiy Movaxdan qo'yilgan. Yana bitta narsa do'stlar, mana bu yerga o'sha sensorni joylab berdik. Ko'rishinglar mumkin. Kabel kanallari o'zi o'sha LED kanallari bilan joyiga qo'yib turib, akkurat mana ko'ryapsizlar. Chiroyli qilib joylab berganmiz. Yana bunday qilsanglar mana o'chadi bu yerdan. Qani sensor. Mana. Qo'lingizni olib borasiz, o'chadi, yana olib borasiz, yonadi. Mana shunday holatda joylab berganmiz. Stalishinstamiz rossiyskiy, Kedr firmaligi, bu 10 yil garantiyasi bor. Chetlarni ko'rgan bo'lsalar, akkuratlik qilib o'sha germetikalarni surtib chiqqanmiz. Biz albatta shu pilintus qo'ymaymiz, sababi pilintusning ichiga bu yerda idishni yuvganda yog'lamalar kirishi mumkin, keyin hidlanishi mumkin. O'shani hisobiga bemalol mana рабочий stol 100% ko'rinib turishi kerak o'z aslida oshxonada. O'shani hisobiga biz chetlarini germetika qilib suvga qarshi qilib qo'yganmiz do'stlar. Kimga ishlarimiz yoqqan bo'lsa, mana shu ham NDF nima akrildan Turetskiy ultra matvi qo'lda izi qolmaydi do'stlar. İşimiz yoqqan bo'lsa, albatta kommentariyada kutib qolamiz biz fikirlarni. Hali ham obuna bo'lmay kuzatayotgan bo'lsangiz, like tugmasini bosib qo'ying. Birinchilardan bo'lib sizga yetib boradi ishimiz. Uzoq yaqinda kuzatayotgan aka-ukalar bemalol aloqaga chiqib, pastki nomerlarni qoldiryapmiz. Mana shu nomerlarga aloqaga chiqsanglar, joylarga borib, razmer olib, o'sha qayerga nima ketadi, hamma narsasini chizib, 3D variantini chizib ko'rsatamiz. Joyingizga olib borib qo'yish uстановkasi hammasi mana shu narx ichida bo'ladi. Bu akamizning xonadoniga bu narsani 10.250 ming so'mga qo'yib berdik do'stlar. Narx haqida fikringiz bo'ladigan bo'lsa, qimmatmi, arzonmi? Albatta kommentariyada belgilab ketinglar. Demak, sizlar bilan Yevromebel bo'ldi. Kanalimizni kuzatishda davom etinglar. Sog', salomat bo'linglar.